من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا biz munofiqlarning sifatlarini bayon qilib kelyapmiz. İkinci misalning ishida munofiqning ahvolini misol qilib ko'rsatdi. Osmondan quyilib tushayotgan yomg'irdak dedi. Shunami? Buning ichida qorong'uliklar bor, guldirmon bor va chaqmoqlar bor. Mishalam ra'd degan as-sawtul ladhi yusma'u min as-sahabi listikaki ajram as-sahab. Bu bulutdan anglanadigan ovoz. Bulutning jismlari bir-biriga so'qilib surkilishdan kelib chiqadigan dedi. Urilish, so'qilish. Ev melekun yasuqu sahab yoki bulutlarni haydaydigan bir farishtaning ismi deb mutafsir qilinibdi. Ra'd degan. Wal barqu alladhi yalma'u min as-sahabi min baraqa ash-shay'u bariqan idha lama'a. Barq degan so'z bulutdan yenib paqraydigan narsa so'zlaydi. Bu baraqa ash-shay'u bariqan degan shu fe'ldan kelgan, ya'ni paqirsa, yaltirsa degan. Wad-damiru fihi ya'udu ila as-sayyib. Fihi zulumat yani fihi degan jar majrurga musho damir ash quyilgan yomg'irga qaytadi deydi. Yani şu yomg'irda ashuna qorong'uliklar, guldirma va chaqmoqlar bor demak. Faqad ja'ala as-sayyiba makana lil-zulumat. Demak, shu quyilgan yomg'irni qorong'uliklarning bir makoni qildi. Fain urida bihi as-sahabu fa zulumatuhu idha kana ashama mutbiqan. Eğer as-sayyib degan so'zdan bulut maqsad qilinsa, uning qorong'uligi nimada iborat esa, ya'ni qap-qora qaplab ketgan bo'lsa, buning qorong'uliklari bor. Qatma-qat qorong'ulik bo'ldi. Mutbiq degan shunda qaplab ketgan degan. Ustiga qaplangan. Asham degan qap-qora. Qanday qorong'ulikda zulmata sahmatihi. Qarilikning bir qorong'uligi va uningki ustiga qaplanganlikning dumkumtirilgan emasdan, yepilganligining bir qorong'uligi. Magmumatun ilayhima zulmatul layl. Kechining qorong'uligi bilan billa, shundan bu 3 qat qorong'ulik bo'lib ketdi. Endi yomg'irning qorong'uliklari kelsak dedi. Bu sayyibni masalan yomg'ir desak, fazulmatun mutakathifatun bitatabu'i al-qatr. Yoki al-qatrdan qatr ya şu tamçı yağmurlagan tamçılardan dedi. Şu tamçılarning aqaqidan üzülmey nurg'un tamçılış orqali bu yerda oralikqa qorong'ulashib ketgan demak. Va zulmatu adlal ghamamihi ma zulmatil layl. Yana kechining qorong'ulik bilan billa bulutninki say surib turganligining qorong'ulik bor deydi. Ya'ni ghamam degan o'sha tutuqliq yoki bulutning o'zi deydi. Yo'riqni to'sab turgan. Va ja'ala as-sayyiba makanan lir-ra'd wal barqi ala iradati as-sahab bihi zahir. Sayyib degan so'zni buning bulut maqsad deb bunda tafsir qilgan taqdirda buning qorong'ulik bilan chaqmoq guldirmonining makoni qilsa bu aniqimda. Yuqorida biz bayon qilgandek, shu bulutning qatma-qat necha qat bo'lgan ekan, buning ichida qorong'ulik bor. Kechin qorong'uliqim bor. O'zining qorong'uliqqa qatma-qatlikning qorong'uliqda 3 xil qorong'ulik bo'lsa bu aniq deydi. Agar bundan yomg'ir maqsad qilinib qolsa, bu aniq. Li'annahuma multabisan bihi fil jumla. Chunki yomg'ir bilan billa odatda shunda qorong'uliklar keldi. Nimaning qorong'uligi desa, tamchilash orqali hosil bo'ladigan bir xil qorong'ulik, undan guldirmon bilan chaqmoq bo'limi birga keladi deydi. Demek bu chaqmoq bilan guldirmonining makoni qismi odatda bu ikkisi davomli yomg'ir bilan birlikildigan bo'lgan ekan, aralashib keladigan bo'lgan ekan, ya'ni tushaverdi. Va lam yajmal ar-ra'd wal barq li'annahuma masdaran fil asl. Ra'd bilan barqni jamlamada, lekin zulmatni jamlada. Nima uchun desa, ra'd bilan barq bu aslida masdar. Masdar bilan atash batg'o tanzil degandek, adl degandek. Bu asli masdar bo'lgan ekan, masdar bilan atilib ketgan. Undan masdarning jamlamasi bo'ldi. ونكرت هذه الأشياء ظلمات ورعد وبرق دب الإسلامسز نكر على تكلدين لأن المراد أنواع منها çünkü بهذا شنو هر خل türleri مقصد قلنغاندر يقال رعدت السماء رعدا وبرقت برقا فروعي حكم الأصل بأن ترك جمعهما asman güldürmamını de çakmak çaktı deb bunda deyildi deydi. Yani ra'dan barqan ra'dat barakat degandek jamlamaydi odatda. Bunda ishlatilgan ekan, yani asli ishlatish hukmi bo'yicha keldimi oyat yani. Mufrad holat keldi demak. Jami qilinmadi.
asli hükümge ra'y qılındı demek. Asli mufrat kildigan qoidasi bo'yicha ra'y qilinib, bunda jamlanmay keltirildi dedi. Wa nukirat hadhihi al-ashya. Nima uchun nakira qilindi desa, chunki bundan necha turlik nasl maqsad qilingan. Xuddi masalan, uningda hamma qaplab turadigan qorong'uliklar bor. Daji deganda qaplab turadigan, yo'gab turadigan nima? Duja desam qaplab turgan bo'lgankin, kechinimi qorong'ulikni duja deydi. Wa ra'dun qasif. Qasif degan qasaf degan ovoz chiqaradigan narsa qasif deymiz. Shu bomba narsa qasafat deydi-ku. Zemberekasimi qasafat deydi. Demak, guldir qaraslig'uchi degan bu. Qasif degan. Guldir qaraslig'uchi. Guldirmami bor va barqun khatif. Vallada qilib birli yurib o'chadigan chaqmoqmi bor deydi. Lap degan benda hatto. Lappada. Tiz degan, khatif degan tizla lappada qiladigan nima? Yoki tizlab qochadigan degan bo'ldi. Shu ixtisof deymiz-ku. Adamlar ketishini ixtisof deymiz. Xatafa. Tizlikdan tutilib qochganni xatafa. İlla men xatafal xatfata fa atba'ahu shihabun. Yani tizlam iliblan qochganni dedi. Yec'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mushunda turlik naslini o'z ichiga olgan yomg'irga duch kelganlar qanday qiladi? Barmoqlarini quloqlariga tiqib oladi. Qo'rqib, yani qanglab qolmaylar. Chunki qattiq ovoz bo'lgan ekan, qulqin tutolmasa qulqa kadin chiqadi. Ya qo'rqinchilikda ad-damir li ashabis sayyib. Demak, misha damir yec'alun degan bular naridan kelib qoldi desa, yomg'ir tushgan kishilar. Yomg'irning tagida qolgan kishilar. Va in kana mahdufan, bu amaliyotda yo'q shunama, buning gapini qilmadi. Ya'ni yomg'irning ostida kishilar bor demadi. Lekin shu gapning uramidan biz buni tushunib olgan. Kama fi qawlihi awhum qailun degandek. Awhum qailun degan ma'ayatning oldida va kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan awhum qailun. Qaryaning gapini qildi, lekin adamning gapini qilmadi. Lekin shu qaryadagi adamlarni maqsad qilyapti bu. Hozir yomg'irmi, yomg'ir usti tushgan kishilarni maqsad qilyapti. Navoniki yaj'alun deb shu kishilar usti to'xtaldi hozir. Li'anna al-mahdhufa baqin ma'nahu. Chunki bu yerda ig'izga ilingan ash kishilarning ma'nosi, mazmuni bormish edi. Va in saqata lafzu, lafzi tushib ketgan bo'lsa-mu, mazmuni bor. Wala mahalla yaj'alun. Yaj'alun degan so'zning i'rob jihatdan o'rni yo'q. Lekin buni fi mavda jar sifat ashabis sayd desak bo'ldi. Ya'ni yaj'alun degan ash kishilarningki, shu yomg'ir ostida qolgan kishilarning sifati desak bo'ldi. Yani qo'l barmoqlarini quloqqa tiqib qoldigan yomg'ir ostida qolgan kishilar desa, bunda sifat ism bo'ldi. Bu yerdan da i'rob jihatdan bir narsa digili bo'lmaydi debdi. Lekin musta'nafan. Bu yeni boshlardan boshlangan so'z. Yani yec'aluna asabi'ahum fi adanihim deb yeni boshlardan so'z boshlagandek bo'ldi dedi. Li'annahu lamma zakara ra'da wal barq ala ma yu'dhinu bish-shiddati wal hawl. Chunki guldirma bilan chaqmoqni tilga olgandan keyin qattiq dahshatni eslatadi-ku. Hawl degan dahshat. Qattiqlik, ig'ir bir ahvolni bunda jakolatidadir, bildiryotdi. His qildiryotdi yoki. Fakanna qailan qal xudda birisi manda degandek. Fakayfa haluhum ma'a misli zalika ra'd. Bunda guldirmama, chaqmoq, yomg'ir quyilib bunda bo'lgan uning holi nim bo'layotganda, nim bo'lganda degandek bir so'g'andek. So'g'andiga endi yaj'aluna asabi'ahum fi adani. Ular mana bu ahvolda qiyin ahvol bo'lgan ekan, barmoqlarini qulqiga tiqib oladi, yani qulqini itib oladi demoqchi. Faqila yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Thumma qala fa kayfa haluhum ma'a misli zalika al-barq. Ondan keyin bunda javob berib bo'lgan ekan, endi shu chaqmoq guldirmamida ahvol qanday bo'lgansa, qulqin panglaqamizdan barmog'ini quloqqa tiqib olgan dedi. Endi chaqmoqning oldida bu qanday ahvol o'chib qolganda deb savol qo'yilsa, yakadul barqu yahtafa absarahum. Chaqmoq uning ko'zlarini olib ketgile tas qoldi. Ya'ni qarib qilib qo'ygan tas qoldi demak. Wa innama zakara al-asabi'a wa lam yadhkur al-anamil wa ru'us al-asabi' allati tuj'alu fil adhan ittisa'an. Endi barmoqlar ne dedi? Amaliyotda quloqqa barmoqni tiqilib bo'lamdi, bo'lmaydi. Barmoq uchini azroq bir qismida tiqish mumkin quloqning kamariga. Shunama, lekin bu yerda sal buni kengaytirib, xuddalqa majaz mursaldan uzoq zikrul kulli va iradatul juz'i. Bu shunga o'xshash, bu salam tahama ma'ni kuchlantirib mo'l qilib turadigan mazmun bo'lgan ekan, xuddi bu hamda butun barmoqni tiqib olgandek, masalan, bunda bildim. Sen degani tavassu qilib, shu majaz mursal shaklda qildi demak. Anamal degan barmoqning uchi, asabi degan barmoqlar. Uyg'urchada barmoqning uchi deb ayrim bir so'z yo'q. Barmoqning uchi deymiz.
Ügüller diye ama boğumları. Kekavlihi faktau eydiyahuma. Her ayol uğrununki kollarını kesinlerdi işte ama. Lekin bu yerde kol neyakçı maksat? Fakat beğişikçi. Beğişik kadar maksat kılınıyor. Şuya kadar kesildi o. Atlaqal kulla ve aradal cüz'e deyimiz. وَلِأَنَّ فِي ذِكْرِ أَصَابِعَ مِنَ الْمُبَالَغَةِ مَا لَيْسَ فِي ذِكْرِ الْأَنَامِ. Barmağının uçunu tıkvaldı diyenden, barmağının uçunu tıkvaldı diyendek buna ibaret sürse bu takım mübalağa. وإنما لم يذكر الإصبع الخاص الذي تسد به الأذن. Yani bu asabi' hatta yani bir mübalağa barmaktan birini tıkvaldı adetsa. Hem barmaklarını degende, barmaklarını tıkvaldı degen hem jutlaplan 5 barmağını tıkvalgandek bunda. Nima uchun sen birinchidan bu mübalağa deymiz. Ama İkincisi anda kitap degende lianna sababa fa'alatun min as-sab. Çünkü sababa degan odatda shu quloq tiqidan o'sha nima işaret barmoq bu odatda tilganda ishlatilgan barmoq. Yani sababa deb atildi. Tilgan chaqda chinaydigan barmoq bo'lgan ekan. Demak bu tillashdan mubalag'a sig'isi chiqib sababa deb atalgan. Fakan istinabuha awla bi adabil Qur'an. Shunga Qur'onning yuqori adab qoida usuli bo'yicha uni davjimasligi texmi loyiq deydi. ولم يذكر المسبحة عند إسلامية كائن كي مسبحة دب أطلب çünkü namazda teşehhüd tutan eşhedü en la ilahe illallah debinde işaret kılgan hem tesbih etken işletilgan barmak demek için. Müsebbabın mı? Sebbabını musabbaha da izadet etsem fıkıh kitaplarında. لأنها مستحدثة غير مشهورة. Kanna mustahdese bu İslamiyet kâyenliği ki musabbaha da batırdı. Cahiliyetki bunu bilip ketmeydi. Musabbaha deb bunda bu barmakını değil dağıldı. Şuna şu Xudgan sözünden düşündürüş için sebebi demey barmakın hamını ediplam divette yani xudda bu bir xil mübalağa. Barmakların hamını birini tıklanmaydı, hamını tıklandı. Üçünlem tıklanmaydı, üzdümü tıklandı degende. Mines sava'iq. Sava'iq hazır qattiq guldirlab so'qadigan narsa deydi. Demak bu chaqmoq chiqsa, guldirmoq bilan muqisa odamni tok so'qadigan bo'ladi. Qattiq ovoz, ham qattiq ovoz bilan hamda odamni shu vaqt jiqitadigan. So'qatida tok so'qatadi masalan. Chaqmoq so'qatadi. Shu chaqmoq chaqqan chaqda daraxt zarliqda daraxtning tuyi turmaslik kerak. Daraxtning tuyida turib qolgan kishilarni tok so'qatgan bo'ladi. Çünkü bu zimindeki tökülen atok ikisi şunda çıkıp kalıp lan zararlanıp lan adamı sokudu. Demek bu güldür karas kılıp anda sokutulgan nasildin dedi. Şunun tüpeylidin, şunun sebebidin degende. Mutaallık bi yec'alun yani yec'alun degen bilen mutaallık ma jar ve mecrur. Yani min ecli savaiq. Aşı güldür karas kılgan adam sokutulgan qattiq avazla üçün şundan saqlanish uchun bunda qilib oldi dedi. يجعلون أصابعهم في آذانهم والصاعقة لما قصفة رعد تنقض معها شقة من نار güldürmağının karas kuruslan bir güldür qilib chiqqan ovozi. Mush ovoz bilan billa g'achchida aşı bir parcha o't tushdi deydi. Bu to'xtaylar endi hozir. Qalu tanqadihu min as-sahab idha istakkat ajramu. Bulutning parchalari bir-biriga shunda urilsa soqalsa buningdan bir aşı chaqmoqdek bir nima taşın taş qilsa qilsamda yanadigan shu o'sha bir yanadi deydi. Wa hiya narun latifa hadida. Bu nay jing'ishga bak kichik bir o't deydi. Chunki chaqmoq chaqanlar siziqdeklar bo'ldi-ku. La tamurru bi shay'in illa tatali. Qanda bir narsa shunda udil kelib qolsa hammani alaq qiladi. Illa anna ma hiddataha sari'atul khumud. Lekin o jing'ishga ulash bilan billa tez o'chab qoldi. Vallahi yanıplam o'chadi deymiz. Yuhka hikoya qilindiki annaha saqatat ala naxlatin mana xo'miga tushib fa ahraqat nahva nisf yerimini kuydiribdi. Yerimini kuydirib unda o'chab qolibdi. Bunda vaqa bo'lib ekan deb hikoya qilindi. Va yuqalu sa'aqatu sa'iqatu idha ahlakathu fa su'iqa. Odatda lug'atda masalan sa'iqa so'qvatda deyiladi deydi. So'qvatda beyosh qilvatda o'tirvatda deganda. So'qqandagi ya beyosh oldi ya o'ldi. Fa su'iqa man fis samavat. Yani öldü diyeyim sa'iqa degan. Su'iqa mata. İmma bi şiddet savt ev bil ihraq. Bu yerda o'lashdan ikki sabab bo'lishi mumkin. Qattiq ovoz bo'lsa o'lib qoladi. Shuni ba'zi qavmlar ovoz bilan o'ldirgan ev bil ihraq yoki kuydiruvdi. To'kilgandan keyin vaj bilan kuydiruvdi. Hadaral maut barmoqlarni sa'iqalardan saqlanish uchun quloqiga tiqib oldi dedi. Nima uchun desa o'limdan qo'rqib, o'limda ajraylash uchun. Hadaral maut maf'ulun bihi
Yani bu mef'ulun li eclihi desek olur. Nima uchun desa, o'limdan hazar eylash uchun, saqlanish uchun. Vel mautu fasadu bunyatil hayvan. O'limni ta'rif qilyaptilar. O'lim degan nima zodi? Desa, hayvon deganda hayot narsini demak, jonliqni. Jonliqninki, badinninki buzilib ketishi deb ta'riflabdi. Lekin bu ta'rif toza joyida emas deb bilibdi. Balki endi hayvonning bunyati buzilmaymi, o'lib qolgan bo'g'i, lekin joni yo'q uning. Lekin badini saq, va ta'rif toza tushmaydi. Hamda İmam Navaviy bunda ta'riflagan mufaraqatur ruhil jasad. Ruhning jismdan ayrilishdan iborat. Qisqa so'z ta'rif. Hozir ta'rifni bundan belki ish ketaman. Ev aradun la yasihhu ma'hu ihsasun mu'aqibun lil hayat. Ama mutakallimin namaz bo'yicha bu javhar bu deb arad deylar. Bu arad shunda bir kelib qolgan narsanda. Bir ahvol. La yasihhu ma'hu ihsasun mu'aqibun lil hayat. Hayatdan keyin qildigan boshqa bir tuyg'u yo'q bo'lgan bir ahvol deydi. Demak, tuyg'uni yo'qitib qo'ydigan bir ahvol. Bu ahvol hayotdan keyin keldi deydi. Hayotning keyinidan kelgan. U ketgandan keyin bu keldi demak. Bu bir xil ta'rif. Vallohu muhitun bil kafirin. Ular endi qiloldi. Endi Alloh kafirlarni hamma atrofidan qurshab tug'ichidir deydi. Ya'ni annahum la yafutunahu. Demak, Allah Teala'dan qutlanmaydi ular, qaçanmaydı. Kema la yafutu al-muhatu bihi al-muhita bihi. Xuddi al-muhit bihi yani çember desek, çemberning ishigi narsa, o çemberning sirti chiqtamagandek, bularni Allohning qo'lidan qaçib qutlanmaydi deydi. فهو مجاز. Demek müşahede vallahu muhitun bil kafirin degan müşahedeki söz majazli ibaret. Yani Allah Teala'nın kamalatlik kudretini, kudretin ahvalini nimga o'xshatdi? Xuddi bir chemberdek. Çemberga o'xshatdi. Chemberninki qurshab turgan nodiga o'xshatdi. Va hadhihi al-jumlatu i'tirad la mahalla laha. Yani vallahu muhitun bil kafirin degani bu qistirma jumlada kalam keldi deydi. Demak, bu jumla i'tirad. Bu jumla ismiya shunama vallahu muhitun bil kafirin. Cümle ismiye degandan bu chaqda ayrim bir jumla borki bundan i'robdan o'rni bo'lmaydi. Mufratning o'rnida kelib qolsa, undan bo'ladi. Demak, bu yerda i'tirodi bo'lsa, bildigan bo'ladi. Vallohu muhitun bil kafirin deb xuddi bu yerda guldir qaras qildigan, suqutadigan ashnasildan saqlanish uchun, o'limdan qo'rqib, o'lmaslik uchun barmoqlarini quloqiga tiqoldi. Tiqolib yana bunday qildi. Arliqqa Alloh taolani qo'shib turuvchi. Endi yakadi bunda davomlashgan. Yakadul barqa yahtabu absaram. Demak, hozir uning ahvolini bayon qilish davomlashyapti. Lekin Alloh muhitun bil kafirin baka daqiqani degan tarif. Yakadul barqu yahtafu absaram. Chaqmoq ularning ko'zlarining nurini elib ketgili tas qoladi dedi. Al-khatf al-aqsu bisra. Gachilab ketgili tas qoladi dedi. Ya'ni qarib qilib qo'yilgan tas qoladi demak. Wa kada yusta'malu li taqribil fi'l jiddan. Kada bu af'al muqaraba demdo. Yaqinlashtirishni bildirgan fe'l bu. Tas qoladi va mawdi'u yahtafu nusiba li annahu xabar kada. Yakadul barqu degan ekan kada va ismi o'tib ketdi. Endi yahtafu absaram degan bu kadaning xabari bo'lgan ekan nasb o'rnida keldi dedi. Kadal barqu qasifan degandek. Kullama adalahum ulug' shunda yursalam degan. Qachoniki shunda yursalam qanday qildi? Shunda bir lappil yursa qarong'ilikda olgan ekan ve körüplam kaçka iki kadar menoladı. Yani kaç uçup kalan yani cim toktaydı. Şunda yürüyüşüğülam menoladı. Kullu zarfun. Kullu digine ya da zarfken. Bunda kıygan çağda. Şunda yürüyen çağdıla yürüsülam diyen gibi. Ve ma nekira mevsufa. Mana al-vakt. Yani yürüyen çağdılam diyen gibi. Yürüsülam, yürüp kasılam diyen gibi. Ma mesela süpetlengen bir nasi. Anda kinkagine onun süpeti oluşu mümkün. Vel-aidu mahzuf. Ey kullu vaktin ada lahum fihi. Aid degan nima mishada? Fihi deb bir nima bor edi. Ashun qaytgan bir damir. Demak, damirni olib tashlayapti. Asl taqdir nimada? Kullama ada lahum fihi degan. Wal amilu fihi javobuha. Demak, bu yerda kullama deganni bu zarf qilib, ondan zarf degan endi fi mahall nasb bo'ldimi? Buni nasb qilib qo'ygan narsa nima? Amil. Uning javobi deydi. Kullama degan xuddi bir shartga o'xshashqa. Falamma izamasa. Endi bu shart bo'lgan ekan, har qatimda shunday yursalam nim bo'lmoqchi bir javob bo'lish kerak. Manda bo'ldi. Manda bo'ldi degan shu javobi ash kullamani mansub qilayotgan
zarf mansub qilayotgan amel deydi. Mashaw fihi. Qachchida ming'oldi dashunda. Ashuni yo'riqda chaqmoq shunday aslam chiqadi qachchida ko'rib olgandan keyin yo'lni qachchi ming'oldi. Yana o'tsa qachchi to'xtaydi. Ay fi dawihi ashuningda degan ashuni yo'riqda. Chaqmoqning yo'riqda qachchida ming'oldi. Va huwa istinafun thalith kanahu javabun liman yaqul kayfa yasnauna fi taratay khufuqil barqi va khifyatihi. Mashaw fihi degani xuddi bu yana 3-qatim gapni yangidan boshlagandek. Xuddi bu bir narsaning javobidek bir savolni. Masalan, bu chaqmoq yangan chaqda va o'chib qolgan chaqda ikki qatimda taratay degan ikki qatimda bular nima ish qiladi deb bir savol so'ralgandek. Xafaqa degan harakatlandi. Chaqdi deymizga chaqmoq chaqdi desek bo'ldi. Xifyat degan o'chib qolgan vaqtda. Yangan o'chgan mush ikki ahvolda nima ish qiladi bular deb so'ralsa, mashaw fihi. Kichikkan ming'oladi deganda. وهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين. Demek bu temsil adı. Bir qancha narsani o'xshatadi. Tashbih murakkab. Ama munofiqlarning ahvoli intayin ig'ir. Bular hozir mush ishning qattiq ig'ir kelayotganligini bildirmoqchi. Bishiddati ala ashabi sayb. Demek yomg'irning ostida qolgan, guldirmama chaqmoqning ostida qolgan kishilarning ahvoli qanday qiyin bo'lgan bo'lsa, munofiqlarning ahvoli qiyin demoqchi. Va ma hum fi min g'oyati at-tahayyur wal jahl. Yomg'irning ostida qat qarong'ilikda chaqmoq guldirmamaning yomg'irning ostida qolganlik qanda tengirqab, gangirab, nima ish qilishini bilmay, hech nima bilmay qolgandek munofiqning ahvoli shunda. Bima ya'tun, ya'ni nima qiladi, nimani qilmaydi, bilmaylam tengirqab qolgan. Yadarun yatrukun. Idza sadafu min al-barqi khafqatan ma khawfa an yakhtafa absarahum. Chaqmoq shunda bir chiqiblan yansa bularda bu ko'zimizni qarib qo'yamiz ekan, qattiq bir nur chiqqan ekan, qattiq yo'riqmi ko'zni noqildi. Ko'zimizni ama qilib qo'yamiz deb qo'rqinch bo'lg'achqa chaqmoqqa duch kelib qolsa, intahazu tilkal khafqa fursatan. Yurishni g'achchi g'animat biliblar, bir necha qadam ming'oladi dedi. Ya'ni ko'rib oladi-ku chaqmoqda. فإذا خفي وفتر o'chab qilib bo'shab qolsa lama'anuhu, ya'ni uning yenishi, chaqnishi o'chab qolsa baqaw waqifin, o'rinda jim turib oladi, medillanmaydi. Endi va adaa degan so'z mutaaddin deydi. Adaa mishada maf'ulun bihi mutaqazza qildi. Ay kullama nawwara lahum mamshan va maslakan akhadu. Ularga har qatimda shunda bir yo'l shunda yo'rtib birilsam qachchida mang'oladi dedi. Mamshar degan mang'olgan joy, yo'l, maslak degan yo'l. Wal maf'ulu mahzuf. Endi adaa deganning maf'uli nadasi mahzuf. Ya'ni adaa tariqan demakchi. Kullama adaa lahum tariqan. Demak, chaqmoq yo'riqliq. Shuna bir yo'lni yo'ritib pasgatcha ma yo'lgan desaydigan yakunda mang'oldi. Yoki adoni mutaaddi emas desak bo'ldi deydi. Ay kullama lama'a lahum mashaw fi matrah nuri. Ya'ni ular uchun yo'rib bersa, nur tushgan joy, matrah degan nur tushgan joy deydi. Shuni gach mang'oladi. Wal mashyu jinsul harakatul maxsus. Mang'ish degan nima dedim? Mang'ishni ta'rif qildim. Mang'ish degan mana ma'lumga, lekin bu maxsus shu, biz bildigan ayliq mang'ish shu demakchi. Fa idza ishtadda fa wasa'yun tiz. Kach mang'sa, ildam mang'sa, bu chal sa'i deymiz. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Allah'ın zikirge yani cuma namazıga aldırıp ildam manlar. Bu yürüyüşten tuvan masjidin yukarı. Safa Marva'nın aralığında mı sa'i kıldı şu an. Tez manlar. Fa iza zdada fa huwa adwun. Eğer bu bak tizleşip keskan alda yürüyüş deymiz. Şu an bu yürüyüşte var ya adwun degan yürüyüş. Şu an tiz mesafelik yürüdüğün musabırsını adda deydi. Ve iza azlama aleyhim. Demek chaqmoq yeniblam g'achchi bir o'chab qarong'ulik besib ketsa ularni qamu degan jim turib oladi o'rinda. Nima deydi mana? Azlama g'ayr mutaaddin. Bu yerda maf'ul bi yo'q deydi. Va zakara ma adaa kullama. Endi ada degan so'zni ishlatgan chaqda kullamani keldi. Azlama degan so'zni kelgan chaqda iza deganni keldi. Nima uchun? Ishkilsa vaqtni ko'rsatdi, shunami? Yani eğer ular qarang'ulik tushsa deydi. Li'annahum harasun ala vujud ma hammuhum bihi ma'qudun min imkan al-mashi. Ularning butun diqqati bir narsaga deydi. Butun arzu umidi butun diqqati bir narsaga bog'langan deydi. U bo'lsa-mu, ay minvasaq degan bir qo'y deydi. Demak, ashunda bir qo'y bo'lgandikan bulda, qattiq qerisman bo'lgandikan, fakullama sadafu min fursa intazu. Shunda bir vallada kichik yursam g'achni men oldi. Shu fursatni g'animat biliblam. Lekin uning maqsadi to'xtalish emas, menolishdi. Qamu, ya'ni turib qoldi, to'xtab oldi degan. Turib oldi deydi. Waqafu wa thabatu fi makanin. Ya'ni qamu degani o'rnida
ipchim turib olishdi. Va minhu qamal ma'u idza jamat. Yani bu qamu degan so'zni bunda ishlatilgan iborat masalan mushmanda. Yani suv turib oldi degani, yani qetib oldi, to'ngib oldi degandek. O'rnida turib olganlikni bildirgan so'z deydi. Jamat nusxat degani qetib oldi degan, to'ngib oldi. Walau sha'allohu la dhaba bi sam'ihim. Navada Allah xohlaydigan bo'lsa, uning qulqini panqilayotgan bo'ladi dedi. Kim bilan bi qasifir ra'di guldirmaminingga guldir qarasligan ovoz bilan dedi. Chunki ovoz qattiq qilib qolsa, quloqni panqiladi. Shu birisining quloqiga kelib qattiq bir vaqirsa, bizdan olmasa bo'ladi. Tushunami? Ya kanaya kirib bizning quloqni tat qilib bir to'ltib qo'ysa, bizdan olmaydi uni. Lekin anda butun osmon bo'shliqini yangratqudan bir solib qolsa, quloq umri olmaydigan gaz bo'lib qolishi mumkin. Allah xalq qolsa guldirmamining guldir qarashlari bilan panqilib o'tdi deydi. Va absarihim va amama qilibdi. Nim bilan chaqmoqningki chaqnashi bilan. Vomid degan o'sha chaqnash, yurishi va maf'ul sha'a mahzuf. Demak sha'aning maf'uli o'sha ilm tashqan nimani xohlaydi deydi. Ya'ni nimani xohlasa manda qilibdi. Lekin bu yerda ladaba bi sam'ihim degan javob bunun dalalat qildi. Ya'ni Alloh taolo ularning anglash va kurash iqtidorini yo'qotmoqchi bo'lgan bo'lsa, shuni xohlagan bo'lsa, uni gaz ama qilayotgan bo'ladi deymiz. Va laqad takathara hadha al-hadf fi sha'a. Sha'a degan so'zni ishlatgan chaqda mushunda maf'ulni elib tashladigan ahvollar ko'p deydi. Arab tilida ko'p keldi. Fi sha'a va arada. Sha'a va arada degan mush ikki so'zda ko'p keladi deydi. Maf'ulni elib tashladigan ahvol bor. La yakaduna yubrizuna al-maf'ula illa fi shay'il mustaghrab. Maf'ulni ko'pincha 90% elib tashladi ekan. Lekin ba'zida qo'yilgan qanday ahvolda bo'lsa, faqatlam aqlga sig'maydiganda g'alati bir ish bo'lib qolsa, o'chaqda deb qo'ydi ekan. Tushunmay qolmasin deb. Lekin normalda elib tashladi ekan. Kanahva qawlihi quddama shoirning ma so'zdek dedi. Falau shi'tu an abki daman labakaytuhu alayhi. Navada men uningga qon yig'lay deb qolsam, yig'lagan bo'lardim. Ashuningki ish og'riqida dedi. Walakin sahata as-sabri awsa'u. Lekin sabrning maydoni kengre. Sabr maydonida tutsam bo'ladi, silab turadi. Yadamda sha'aninki an abki daman da maf'ulni keldi. Nima uchun bu qon yig'lash bu yerda g'alati bir ish. Hadi qon yig'maydi. Qon yig'lashni xohlashmi bir xil g'alati ish. Shunga uni maf'ulni kelib qo'ydi. Va qawluhu ta'ala ma ayatga o'xshaydi. Law aradna an nattakhidha lahwan. Demak, mishada Alloh taolo yerda bir o'yin kulki qilmasan. Anda bir narsa iroda qiladigan bo'lsak dedi. Lekin Alloh taolo unda nima qilsa, odatda g'alatilikni bildiradi. Ammo Alloh taolo lahvni qilmaydi. Bima'ni ishni qilmaydi. Law aradallohu yattakhidha waladan. Mana Allohning farzand ko'rishi, bola qilib olishi bir narsa, u aql sig'maydigan bir narsa bo'lgan ekan, unda deb qo'ydi. Demak, biz unda farzandimiz bo'lsin deydigan bo'lib qolsak navoda. Unda demaymiz. Law degan misol nima? Harfin tina limtina. Bir ishning mumkin emas bo'lganlikdan mumkin bo'lmaydiganini ko'rsatib qo'ydigan. Ya'ni Alloh taolaning unda bola farzand ko'rishni iroda qilishi mumkin emas. Şu eğer dememiz lazım. Eğer diyen sal canlılıkla bu. Navada demiyor. Bek birlikte. Boş ihtimallik var mı bu? Bunda kılmayımız yani. Biz bunda xalamayımız. Bir xalaydigan bulup qalsak mı? Navada. Bunda qilgan bo'lardik. Xalamaymiz lekin. İnnalloha ala kulli şeyin qadir. Endi oyatning oxirini innalloha ala kulli şeyin qadir deb tugatdi shunami? Ay innalloha qadir ala kulli şey. Lamma addadallohu فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين Allah Taala üç guruhni bir-birlab sanadi shunami? Mukallaf bo'lgan, ya'ni insonlarni mukallaf bo'lgan üç guruhni sanadi. Mu'minlarni 4 oyat sanadi, kofirlarni 2 oyat sanadi, keyin munofiqlarni 10 necha oyat sanadi. Sanagandan keyin ularning sifatlarini va ahvollarini bayon qilib berdi. Hatto biz tushunmay qoldik bo'lsak, jinnichki murakkab yog'lab qolsa, misoldan ikkini urib, to'liq to'liq tushuntirib qo'ydi bizga. وَمَا اخْتَصَّتْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِمَّا يُسْعِدُهَا وَيُشْقِيهَا ve her bir guruhninki uni qaysi narsa baxtga erishtirdi, qaysi narsa baxtsiz qildi, hamma narsani baxt saodatga erishtirgan maxsus narsalarni yo'lni ko'rsatib qo'ydi dedi. Va yuhdiha indalloh, Alloh taolaning huzurida nihoyatda talaylik qiladigan, baxt talayga erishtirgan, katta nasibasi bo'ldigan bunda yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Ve yurdiha degan halokat girdog'iga tushirtilgan, halokat yuzlantirilgan. Aqbala alayhim bil xitob. Demak, 3 turlik
kishilarni bayon qilib, ularning sifatlarini, ahvollarini, ularning foyda ziyonlik yo'llarini bayon qilib bergandan keyin ondan ashulaga yuzlandi, xitob qilib. Üçüncü guruhga ve huve minel iltifatil mezkur. Demek bir yerde iltifat anlar. Üçüncü şahsının gebini kılıtıp, ikinci şahsından kartıldadır. Ula deyip o, hazır sen de kitap bulmuşka başladım yani. Bu iltifat. İltifat mı bu? Balagi usullarının biri. Demek ula deyip gep kılıtıp, ya eyyühennas. Ey insanlar dedi. Hey insanlar diyendek ha. Kale alqama ma fil Kur'an ya eyyühennas. Yani Kur'an'da ya eyyühennas deyip kilirken فهو خطاب لأهل مكة. Bu Mekke ahalisine hitaptır. وما فيه يا أيها الذين آمنوا فهو خطاب لأهل المدينة. İman etkallah da kâsa Medine'dekiler hitaptır. وهذا خطاب لمشركي مكة. Müşahede ya eyyühen nas digine Mekke müşriklerge hitap kılıngan depti alqamnamız. Lekin to'g'ri sanda muhakkik alimlarning qarshida ya hitap şu üçili türge qarta. Umum. En-nas dediğo bu umumlik ikki tarafdan. Birisi üçili türünü öz içe aldı şu çağdaki. Yani bu hitap kılıngan ayet düşkendeki çağdaki Mekke müşrikler olamdı, Medine'deki müminler olamdı, ya ki şuradaki münafıklar olamdı. Hemen öz içe aldı. Bu bir taraftan umum. Yani bir taraftan ayet düşken çağdaki adamlardan tatıp ta kıyamet kadar dünya yaşayan adamlar hemme hitap. Yani hazır bu adamlar ve bunun dünya kıldıqlar hemme xastı. Belki bu değişim ki muşunda hitap kılıngan lekin bunundan da başqalama muşan o'xshash ibrat elishi mushu so'zdan foydalanib mush hitap qilingandek bo'ldi deyishim. Keyin umumlashtirish mumkin. Yani başta bir divitib falani qartilgan deb. Alqama ibn Mas'udning shogirdi. İmam Abu Hanifa'ning bu ustozi deydi. Tabi'in. Ve ya harf ya degan bir harf deydi. Harfun Vudi'al innida'il ba'id. Ya degan jiroq kishini chaqirishga qo'yilgan bir harf deydi. Ya fulan degandek ha. Ve ay vel hamza lil qarib. Ay deb qalsa bu xuddi uyg'urcha i degan so'z bor. Balki shu ay bo'lishi mumkin arabchada. I falani deydi. Bu yaqin kishilarni, ya'ni hamza a desa a deb qo'ysam bu yaqinni chaqirish. Summa istu'mila fi munadati man ghafala wa saha. Ondan xuddamda g'aflat qilgan, anda qayg'ub qolgan, gangirab qolgan kishilarga ishlatilyapti. Yaqin turgan bo'lsin bular, g'aflatda bo'lsa xuddi jiroqdagi odamni chaqirgandek ya filan deb. Qishimizda birisi uxlab qolgan bo'lsa dasda ya filan desak, xuddi bu hamda uxlaganlikdan bu jiroqdagi odamdagidek bunda jiroqdagi odamning o'rnida qo'yganlik jihatdan deydi. Manzilata man ba'da wa na'a. Buni jiroqlab ketgan kishilarning o'rnida qo'yganlik jihat. فإذا نودي به القريب المفاطن فذاك للتأكيد. مفاطن deganda nayet uşa. Aş diqqat qilib o'tgan kishi yaqin o'tgan bo'lsa, buningga yordam ishlasak, bu texim ta'kidlashgan. Al-mu'din bi anna al-khitab alladhi yatluhu ma'niyun bihi jiddan. Mushi yadin keyin kelgan, yatlu degan aqidin kelgan. Mush yadin keyingi so'z mush odamga nisbatan bek muhim deb bunda ta'kidlashni bildir. Yani mana bek diqqat sana bek ahmiyetli söz ma'vo degan. Ve qavlu da'i ya Rab. Mesela ya Rab deb dua qiluvchining so'zi shunami? Ve huwa aqrab ilayhi min hablil warid. Odatda mushu bo'yindagi cho'ng shax to'mirdinmi yaqin turug'liq Alloh taolo shu insonga nisbatan, shu duo qilgan kishiga nisbatan ya Rab deb xuddi jiroqdagi biraylarni chaqirayotgandek yani ishlatadi. Nima uchunsa istiqsarun minhu li nafsi. Bu o'zini muqassir deb aytlar. Yani ben buna günah masiyani qilib sizdan jiroqlashib ketdim degan holatda ya deb bunda o'zini jiroq tutib Alloh taolo yaqin turishga loyiq emasdek tutib ya deb chaqirgandek bo'ldi. Va istibadullah an madaniz zulfa. Yani yaqin turadigan o'rinni o'zini nereye tutganlik jihat. Hatman li nafsi. Demak o'zini beklam qari ko'rayapman, tuvan ko'rab va iqraran alayha bit tafrid. O'zining ishin joyida qilmaganligi jiq nachar ishni qilib saqlanligi vajibatni o'rindamaganligi iqror qilgan holatda ma farq tahaluka ala istijaba da'vati. Demak bu oyunda o'zini ashunda gunohkor asi banda his qilib turib yana shuni bilan birga duoyim bir ijobat bo'lsa ekan degan umidi bor uni. Undan keyin yana yada chaqirtan. Yani chaqirmay o'tamaydi. Ama ijobat qilsa ekan degan arzusi bo'lg'achqa yana ya Rab deb chaqir. Lekin o'zi yaqin tutanmay chaqirdi. Jiroq va ay waslatun ila nida'i ma fihi al-alif wal lam.
Endi ya ayyuhannas dedi o. Ya ey degan aymiş o. Bir tutashtirib turg'ichi deydi. Ya bilan nimani tutashtirib turdi? Ila nidai ma fi'il alif val lam. Yadinki alif lam ma'nosini gachchi digilolmaydi. Digilolmaydi bu o'ttirda gachchida tushmaydigan sashini tushirib turgan bir tushirgan mushtaraktimni ekanlar. Demak, ya nima uchun alif lam ba so'zining birlicha tiklanmaydi deb baqaman. O alif lam sukun ba, ya sukun, ya nam en arab sukun ba. Bu ya degan xuddi nakiraga o'xshash. Nakira ya deb ijroqti gibi tanmaydigan bir narsani qilayotganday. Annasiz xuddi ma'rifada. Biz kisi tushmagandek bo'lib qoldi. Biz tarafdan tanıydiganday, biz tarafdan tanımaydigandek bunda ahvollar. Şuna onun ağzından alif lamning kelmaydi deydi. Şuna g'achchi ayna kelsak, yaqindagi biz tanıydigan ayna aytdik-ku. G'achchida ya va alqa falana bunda to'lgandek, bunda ishlatsa o'chaqda yana qo'l ishiverdi. Bu nahchining unda o'zing chiqqan qoidasini ko'rsatgan ba'nas. Arab tilida shunda kelmas mumkin. Yannas deb kelamdi mumkin emas. Ya'ni yannas degan mumkin ayna keldi deydi. Shu tutashtirib berdi ikkisini. Tutashmaydigan narsani tutashtirib berdi. Kama anna zu vallazi waslatani ila al-wasf. Zu vallazi degan bu ikkisi ay bir narsa bilan bir sifatni tutashtirib berdi. Fulanun zu ilmin dedilar. Fulan mavsufda ilm bu hozir bir sifatda. Bu ikkisini tutashtirib bergan narsa zu bo'ldi. Shunga o'xshash aymo ikkisini tutashtirib berdi. Bi asmal ajnas, mesela ilm degandek, ism jins bilan sifatlashni tutashtirib berdi. Ilm degan ism jins desak, masalan, va vasfil ma'arifi bil jumal, yana ma'rifani jumla bilan sifatlashga anda tutashtirib bergan narsa bo'ldi deydi. Zu vallazi. Vallazi jaa bis sidq deymiz bu bir sifat. Ma'rifani jumla bilan sifatlashga bu vasf bo'ldi. Va huwa ismun mubhamun. Endi ay degan nima? Mubham bir ism. Yaftaqir ila ma'zi ibhama. Ay degan xuddanda i desa kimni to'ldi deb o'qimaymiz-ku. Ay desam shunda qaysi degan bildirdi-ku. Bu yerda nimaligini qilmay qoldik. Mubhamlik bor. Demak, bu anda mubhamlikni yo'qitib birdigan, oydinlashtirib birdigan bir narsaga muhtoj edi. Fala buddan yurdifahu isma jins. Şuna onun aqidan ya ismi jins ekilish kerak, ya ismi jinsning o'rnida turadigan bir sifat ekilish kerak. Hatta sahal maqsud bin nida. Demak, chaqirishdan maqsad adolash uchun ayning aqidan ismi jinsning o'rnida turadigan bir sifatni ekilish kerak. Misha yattasifu bihi degan ay sifatlandi deydi. Demak, aydin keyin kelgan narsa shu sifat demakchi ekan. Mesela ya ayyuhannas desa ay mavsuf annas sifat ekan. Bunda demakchi. Sifatlangandan keyin aydinlashadigan bir narsa. Sifatlapasa aydinlashadi. Fala buddan yurdifahu isma jinsin aw ma yajri majrahu yattasifu bihi hatta yasihha al-maqsud bin nida. Fallazi ya'malu fihi ya ay ya mishal amal qiladigan narsa. Yani hozir keltiradigan narsa nima? Ay degan so'z. Ay kelsa bu ya ishara kalkildi. Va tabi'u lahu sifatuhu. Endi aydin keyin kelgan narsa, ya'ni an-nas buningki sifat bo'ldi. Nahvu ya Zayd az-zarif. Mesela ya'din keyin Zayd keldi shunama. Zayd hozir ayning o'rnida demoqchi. Mana bir diqqat qiling. Ya'din keyin ay kelganda bu deydi ya Zayd az-zarif desa xuddi Zayd mishada ayga o'xshash. Ya ayyuhaz zarif degandek. Demak, zarif mishada mushtabi shunama, mushu sifat bo'ldi. Zaydning sifati bo'ldi. Shu mishada ya ayyuhan nas ismi an-nas mishada ayninki sifat bo'ldi demakchi. İlla anna ayyan la yastaqillu bi nafsi istiqlal Zayd. Lekin Zayd degandek bu ay degan ayrim bir ma'noni bildirmaydi deydi. Boshqalığı chetishlar shunama. Falam yanfakkan sifa. Demak, ay mishada sifatni ayrilanmaydi. Ammo Zaydni ayrim ishlasak bo'ldi. Farq shu demakchi. Ve kelimatu tanbih al-muhhamati bayna sifati ve mevsufiha ona. Sifa qasi mevsuf qasi deb bilingan. Tushungan bo'lsangiz deysizlar. Qaysi sifat qaysi mevsuf? Ya ayyuhan nas endi. Nas sifat. Ay mevsuf. Demak, endi kalimat tanbih degan qaysi? Sifatlar mevsuf o'tirishira oldi. Degan tanbihni bildirdi. Nima uchun desa, lita'kid ma'nonida chaqirishning ma'nosini ta'kidlash. Ha deymiz-ku, ey degandek. Walil iwad amma yastahiquhu ay min al-idafa. Asli bu ha odat mudaf bo'lib keldi. Mudaf bo'lib kelgan mudafni ilay tushib ketdi bu yerda. Masalan, hada desak ha mudaf va mudafni ilay bo'ldi. Endi bu yerda ha keldi, lekin mudafni ilay tushib ketdi.
Ve müdafine çıkıp ketken diken bir adam. Nime derken? Velil ivat amma istahkuhu ay minal idafe. Mudafın leysi kemmegeldikten şunun orununu tolduraş için geldi dedi. Aynı demek için olsun ki. Şunda da turayla. Yani bu nahçılığınki tahlillere. Derhalamda biz bu tefsirge paylaşıqa bahs qildik lekin nahv kitoblari bahs bo'ldi. Va kathuran nida'u fil Qur'ani ala hadi tariqa. Qur'on Karimda mush tariqada chaqirish ko'p bo'ldi. Ya ayyuha deb, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, ayyuhal mu'minun degandek. Lianna ma nadallahu bihi ibadahu min awamirihi va nawahihi va wa'dihi va wa'idihi umurin azam. Ya ayyuha mush sig'aza ya kal jiraqqa bir aprab kin yaqinga xitob qilsin ama bu nimani bildirdi desa Allah Teala aş bendeler xigan, xitap, buyruq, cheklama, va'da, tahdid, bu hammasi aş insonga bendiga nisbatan muhim gap. Aş diqqat qilib olish kerak bo'lgan so'z shuni bildirmoqchi. Katta so'zlar, katta ishlar va xatubun jisam, cho'ng vaqalar bular. Yajibu alayhim an yatayaqqadu laha. Bendilar bununla huşa sagaklik bilan diqqat qilib turish kerak. Va yamilu biqulubihim ilayha. Bütün vücudu bilan, qalbi bilan birlish kerak dedi. Va hum anha gafilun. Asli bunda bo'lish kerakda. Lekin bu bechoralar g'aflatda. Faqtadatul halu an yunadaw bil akidil abla. Bu insonlar oshunda muhim narsaga quloq solmay hozir g'aflatda turayotqachqa shu qattiq ta'kidlab sagakishtab kuchlik nidoni ishlatish kerak bo'lib qoldi deydi. Odat xuddi masalan biraylar uxlagan bo'lsa, uyg'onmay yetvas qanday qilib qattiq vaqirib, "Oy, qo'pa faloni" debdi-ku, shunga o'xshagan. Endiki yaqin odamga mushunda jiroq anglamayotgan odamning xitobini chaqirqin qilyotdi deydi. Şu jiroqni chaqirganda, "Oy, falon" deb to'laymiz yaqin odamni. "U'budu robbakum" Parvardigoringlarga, Rabbinglarga ibodat qilinglar. Eng muhim ishlardir yo'lni ko'rsatdi. Uch firqanamizga. Uch firqanamiz ko'rsatganda oldi bo'lsa, mushriklarga sizlar Allohni bir deb islomga kirib ibodat qiling degan bo'ldi. Mu'minlarga mush ibodatni davomlashtiringlar. Shuni tashlamay chim turinglar degan bo'ldi. Munofiqlarga sizlar ichki tashqi ikkisini birlashtirib, bunda haqiqiy ibodat qilinglar. Tashqi ibodat qilmay degan bunda ma'nosi budir. Vahhidu la ilaha illalloh. Allah Teala'nı yekkigan deb e'tiqod qilib, ashunda ibodat qilinglar demoqchi. Qala ibn Abbas radhiyallohu anhu kullu ibadatin fil Qur'ani fa huwa tawhid. Qur'on kelgan ibodat bilan bo'ladigan bu Allah Teala'ni yekkigan deb e'tiqod qilishdan iborat deydi. Demak, bu yerda yekkigan deb e'tiqod qilish va shuning taqozosi bo'yicha shunga loyiq shu e'tiqod qilib ibodat qilish degan ma'no bor. Bo'lmasa vahidu deydi-da, ya'ni ibodat degan so'zni aklishdan mishada ibodat qilish ko'z tutildi. Allazi xalaqakum. Hamda bu Rabbingni dedi. Bu sizlarni yaratgan. Sizlarni yaratgan, ya'ni bu nima uchun bu boshqa hech qanday so'zni ekanman, yaratgan degan so'zni ekildi. Yaratishni tilga oldim ishada. Masalan, dunyoni yaratgan desa bo'ldi. Nima? Yoki yaratishni ekanmay, al-alim bi kulli shay desa bo'ldi. Nima? Hamma tushirdi-ku, lekin mishada yaratish deganni aslida o'tadi. Xuddi ibodat qilishga loyiq bo'lgan zot, faqat yaratadigan zotning loyiq degandek. Boshqasi loyiq emas. Ibodat qilgan butlar va kaza u yaratilmaganiga loyiq emas. Undan yaratadigan zotga, haqiqiy Parvardigor bo'lishga loyiq zotga ibodat qiling degan. Xuddi bu illatga o'xshash. Ya'ni ibodat qilinadi, nima uchun ibodat qilamiz? Sizni yaratgan dendi. Sifa muwaddiha mumayyiza. Bu Allah Teala'nın alayidligini aniqlab turgan bir sifat. Li'annahum kanu yusammuna al-alihata arbaban. Çünkü de ular taş va kazanda o'zi qilib olgan butnimi Rabb deb ataydi. Demak, Allohmi Rabb, nima? Ubudu robbakum desa, Allohdan nimaqa? Harqa allazi xalaqakum. Mana paqa bu sizni yaratgan. Allah sizni yaratmagan. Wal xalqu degan yaratishga nimamda? Ijadul ma'dum ala taqdirin va istiwa. Yo'q narsani muayyan o'lcham bilan, ma'lum belgilim bilan, o'lchimlar bilan andan ravrus yaratishga iborat. Paydo qilishga iborat. Istiwa degan ravrus mukammal. Tamoq qismi istiwa deydi. Ravrus pishbitilganni Ar-Rahman elinler istiwa degan istiwa emasında oldu. İstiwa degan ustun bo'ldi degan. O'rlida ustun bo'ldi degan. Buning jiqmanlari bor. Lekin o'sha eng mukammal holatda bunda tayyordi deganni bildirdi. Fasawwahunna sab'a samawat. Ama qanday qildi? 7 osmon qilib mukammal qilib yaratdi. Mukammal qilib tamomladi degan bo'ldi.
Nima uchun mushar xalq degan ekalda yana bir ta'lilda debdi. Chunki mushriklar Alloh taolaning insonni yaratganligi iqro qildi. Va la insaltahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulanna Allah. Nima? Allah deydi ol iqro qildi. Shunga o'zi iqro qilgan, tanirdigan narsani eklab, aslida ma'qul deysanmi o'sha yaratganlikqa undan ibodat qilinglar demoqchi. Hamda va indal mu'tazilati ijadu shay'i ala taqdirin va istiwa. Mu'tazila bu xalq degan so'zni o'zining mazhabiga udillab turib, bir narsani ma'lum o'lchamda ravrush qilib paydo qilish, bir narsani paydo qilish. Lekin bizning qarshimizda yo'q narsani. Chunki bu Allohning o'rtadanda bu yo'q narsa shay dilamdo, bunda kalam ortiq talashtasli bor. Va hada binan ala anna al-ma'duma shay'un indahum. Demak, ularning qarshida yo'q narsani shay deb deyil, bir narsa deyildi. Ben söz oynamam. Bi anna shay'a ma sahha an yu'lama wa yukhbar anhu indahum. Bir narsa desa, bu bir narsa haqida ma'lumot ilinsa, bir narsa uni xabarini bersa, unga yaraydigan narsa shay deydi. Undan keyin o ma'dum desa, xuddi bu hamda xuddi banasini yangidan paydo qilgan yaratish mazmunini ifodalamaydi deb o'ylab qolgan. Va inna huwa ismun lil mawjud. Yani shay degan narsa bizning nazrimizda shu banasi bilan qartdi, yo'q narsa shay deyilmaydi. Xalaqakum degan so'zni Abu Amr idg'am bilan o'qidi. Xalaqakum muxallaqa va g'ayr muxallaqa deb bog'i. Bu uni mubalag'a bildirir. Xallaqa tashdid. Valladina min qablikum sizlarni aslida ilgarikilarni yaratgan dedi. İhtajja alayhim bi annahu xaliquhum va xaliqu man qablahum li'annahum muqrina bidalik. Demak, aşı insanların Allah Taala aşı insanlar yaratganligini aşı müşriklar iqro qilgan bo'g'achqa o'z iqro qilgan, tanbirdigan dalilni, musallam dalilni keltirdi. Mat qilish uchun va qanoatlantirish uchun. Faqila lahum in kuntum muqrina bi annahu khaliqukum fa'budu. Sizlar bu Alloh bizni yaratgan deysizlar. Bunda degandikan ibodat qilinglarmisa? Butlar ibodat qilmagani u yaratmagan ekan. La'allakum tattaqun. Shunda qilsanglar o'tdan, do'zaxdan saqlanib qolasizlar balki. Qilsanglar ajab emas deganda. Ey ubudu ala rija'an tattaqu. Do'zax bizonni saqlab qolish, ya'ni daldinishni umid qilgan holda ibodat qilinglar dedi. La'allakum tattaqun degani xuddi shu ubududin holken. Fatanju bisababihi min al-azab. Ashunda umid qilgan holatda ibodat qilsanglar, shuning sababidan azobdan qutulib qolgaysizlar. Va la'alla lit-tarajji wal itma'. La'alla degan so'z, malayta la'alla deymiz-ku masalan. La'alla degan so'z bu arzu qilish va tamallandirish dedi. Yani tamallandirish degani qanaqa la'allakum deb Alloh taolo insonlarni tamallantiradi. Ya'ni shunda qilsanglar ashu nimaga erishasizlar, jannatga erishasizlar, do'zaxdan saqlanib qolasizlar deb bizni tamallantiradi. Alloh taolo tamallantirdi. Qanday shaklda la'alla degan so'zni ishlatish orqali walakinahu itma'un min karim. Degan bu tamallantirish odatiga birdan tamallantirib qo'ygan ahvol emas. Ya'da isil, saxiy, merhamet keng bo'lgan Alloh taolo tamallantiradi. Demak, o'zi tamallantirib qo'yib, keyin oyinda insonlar endi nima qilsa, cho'qim bu zot ashunda insonlar arzu qilgan nimasiga yetkazdi. O'zi tamallantiradi-ku. Fajri majra wa'dihil mahtum wafa'u. O cho'qim muqarrar holda va'dasida turadigan Alloh taolo xuddi va'da qilayotganning o'rnida turdi mushrik. Kim tamallantiradi degan shu isil zot, marhamatli zot tamallantirayotgan ekan, xuddi bunda qilsangiz cho'qim men do'zaxdan sizni saqlayman degan va'dasiga o'xshaydi dedi. Va bihi qala Sibawi. Va Sibawi bu yerda la'allakum tattaqun deganni, ya'ni Alloh taolo shunda tamallantirayotdi, arzuga selayotdi deb bunda dedi. Yani ubudu robbakum bilan chetishlik. Bu yerga farq qildi. La'alla degan asli shu o'z ma'nosida demakchi Sibawi. Yani tarajji va itma ma'nosida. Boshqacha yo'q, la'alla bu Alloh taolo degan ekan, bu o'z ma'nosida emas, la'alla degan keskin siri taqvodir bo'lisizlar agar bunda ibodat qilsang degandek. Bir xillikqa jazmlash deganni bildirdi. La'alla minallohi ijab degandek, Alloh taolaning la'alla degani ijab degani deb bunda o'tkib sababi bu o'z ma'nosida. Lekin o'z ma'nosida bu so'zni degichi boshqa adamlar. Masalan, yerda dedi. Buni degan zot shu Al-Karim, Al-G'afur, Rahim, shu zot deyapti. Nahotki bu boshqa bir narsaga aylanib ketdi. Va qala Qutrub va bima'na kay, ay likay tattaqu, kay ma'nosida debdi. La'allakum tattaqun, yani o'zinglarni do'zaxdan daldi qilishinglar uchun debdi.
Ameliyatda bu lug'atda bu kaymanisi kelishi ojiz. Unda odat kim bilir? İttaqa degan kalma emasmi? Bu bir narsadan bir narsa daldiqlashgan bo'ldi. Masalan, qilich bo'lsa, qolgandan bo'lsa bu daldilanish, nima? Demak, do'zax o'tda kuydirmoqchi. Lekin sen o'sha ibodat qilish orqali o'zing bilan do'zax o'ttirib bir to'saq paydo qilib, o'zingni daldiga olasan demoqchi. Ya'ni bu taqvodorlik degan gap shu asli. Ya'ni taj'al viqaya baynaka va baynan nar. Allazi ja'ala lakumul arda. Yani Allah Teala'nın şu Parvardigarının alaylıkını, sübtini bayan kılıyotudu. Zeminni sizlarga aşında bisat qilib bergan zot dedi. Ey sayyara, ja'ala degan misha sayyara, aylantirib bergan, va mahallul allazi nasbun alal madh. Xuddi endi nimaga o'xshash, mushu jumla mansub o'rnida. Xuddi zeminni sizlarga bundan qilib bergan zot madilashga loyiq, ya'ni madilaymiz shu zotni degandek. Amdah allazi ja'alakumul ard degandek, aw rufi'a bi idmar huwa yoki qabr mubtada mahzuf desak bo'ldi ekan. Huwa allazi ja'alakumul arda deb. Firashan bisat degan bo'ldi. Bu bisatda siz o'ltirsizlar, uxlaysizlar, uyan-buyan o'rilisizlar, harakat qilisizlar yani. Ve huve mef'ulun thânin li ja'le. Demek ja'le degan sayyara ma'nosi kelgan ekan, ma'nosini manda qilib ikkiga maf'ul ekletdi. Bu ikkinchi maf'ul shu. Ve laysa fi dalilin ala annal arda musattahatun aw kurayyatun. Endi buningda ziminninki tüp-tüz shal taxtidek, taxtsimon, mandalika yoki to'psimon, tuxumsimon ekanligi hech qanday bir dalil yo'q deydi. Ja'alakumlar firashan degan so'zni o'sha yer sharininki jumaloq yoki tuxumsimon yo to'psimon ekanligi dalil bor degan olimlar bor. Mana debdi, ya uningga ya buning bunda dalil yo'q debdi. Chunki ishkilisi mumkin-ku. Tüp-tüz ayolga chiqmagan bunda tüp-tüz bo'lsin, zim bo'lsa bisat bo'ldi. Yani jumaloq bo'lib lekin yo'g'on bo'lsa, masalan, jiraqlashgan sira ustida harakat qilib bo'ldi endi. Undan keyin bu ya uni undan deyish mumkin emas. İdil iftirashu mumkinun ala taqdirayn. Tüz olsunmi, taxtsimon bo'lsinmi, bisat shakl ishlatish mumkin. Ustida insonlar yashayoladi. Agar jumloq to'psimon, tuxumsimon bo'lsinmi, yana yashayoladi dedi. Qanday bo'lsa, bek yo'g'on bo'lsin. Kichik bo'lsa yashamaydi, pakir chiqib ketish, ama yo'g'on bo'lsa, unda yashayoladi. Xuddi hozir mana zaminninki yer sharining jumloq ya to'psimon ya tuxumsimon yaqinroq shunda sharsimon ekanligi hozir aniq bo'lgandek, hozir bek yo'g'on bo'lg'achqa biz ustida yana bisat shakl ishlatdik. Demak, bu shu zaminninki shakli qanday desa, bu shunda sharsimon ekanligini islom ulamolari boshda deb bo'lgan gap. Was-samaa bina'an, osmonni turus qilib berdi deydi. Bina degan turusmish. Kaqavli taala va ja'alna as-samaa saqfan mahfuza. Osmonni unda saqlangan turus qilib berdi deydi. Va huwa masdarun sumiya bihil mabni. Mishada masdar bilan atatish nima? Demak, masdar bilan atash bek ko'p ham arab tilida. Ba'da mushqi ra'd va barq degandek. Unda tanzil dedi o'qmasin. Rajulun adlun dedi. Demak, masdar bilan atash bina deb. Amaliyotda bu nima? Bina qilingan narsa. Asli bu bina nimadan kelgan desa, chedir tiksa, unda kap tiksa, ustidan qildi. Bina deydi. Shunga yangi to'y qilganlarga bir yangi chedir tikdir ekan. Şuna bana biha deydi. Yangi bir kapining ostiga chiydi, ayli bilan deganda. Yangi uy tutdi, to'y qildi degan ma'noda. Balesi bir delilun ala annal arda musattahatun degandan maqsad chizimin jumloq degan raqaytmoqchimi yoki? Yo'q, jumloq deganga alohida bir dalil yo'q. Tüp-tüz deganga alohida dalil yo'q. Jumloq emas demak şey. Ya emas demakchi emas. Bu shunda unda alohida jumloqni deydigan bir alohida dalil yo'q. Jumloq bo'lishi mumkin. Lekin bu oyatdan ya jumloq ya tüzdi deydiganga bunda dalil yo'q. Ichki ahvolda bu firash desa, jumloq bo'lsin shudo, tuz bo'lsin shudo. Va anzala minas samai ma'an mataran dedi. Ma mishada suv. Fa akhraja bihi, shu suv orqali endi o'simliklarning ustida rizq o'stirib berdi demak. Na'am xurujus samarat bi qudratihi va mashiatihi va ijadihi. Ya'ni suvdan chiqadi deyishni, ama asli bu Alloh taolo mevlarni o'stirib paydo qilishi Alloh taolaning qudrati, irodasi va paydo qilishi bilan bo'lib tashnama. Fa akhraja ismi bo'ldi. Bihi devjumaydi. Walakin ja'al al-ma sababan fi xuruja. Va suv sababi orqali o'simliklarni undudi. Kama al-fahl fi khalq al-walad. Fahlni degan to akak. Akakning shu manisi bilan farzandni yaratish nima? Shu sabab bilan. Va huwa qadirun ala insha'il kull. Amaliyotda u mani bilan yaratmasmi, yo'qdan baqilasi qilinadi. İsa Adem Aleyhisselam'dan mısın? Bila sebep. Sebepsiz mi? Yarata alaydı. Lekin sebepsiz yaratganlıktan bavla işletildi.
Kema enşa nufusal asbab vel mavad. Xuddi sababning o'zini yo'qdan baqildi-ku. Başqa maddalarni mı? Tağ, derya, zimin, hatta Adem Aleyhisselam'ni ay lay, aşın hammana yo'qdan baqigandek. Walakin lahu fi insha'al ashya mudrijan laha min hal ila hal wa naqilan min martaba ila martaba hikaman wa ibaran lin-nuzzari bi'uyun al-istibsar. Lekin Allah Taola'nın mushu narsani qadam-qadam tadrijiy holatda bir haldan bir halga o'tkab munda va sababini bog'lab qo'yib turib munda yaratishda tafakkur qilib oydinlashtirilish uchun nazar soldiganlarga nisbatan nurg'un ibrat hikmatlar bor edi. İstibsar nimada oydinlashtirilish. Oydinlashtiruvchining ko'zi bilan ta'ammul qilib tafakkur qilganlarga nurg'un ibrat hikmatlar bor. Minas samarat degan so'zniki min harfi jar lit-tab'id aw lil-bayan. Meyvelerden desek bo'ldi. Ba'zi meyvelerden demakchi. Chunki ba'zi meyveler rizqli, ba'zi meyveler rizq olmaydi. İnsan yemaydi yoki ishlatmaydiganlar bor. Aw lil-bayan yoki bayon qilib berish. Ya'ni nima desa meyvelerden. Rizqan bu meyvelerden nima undirib berdi ekan? Rizq qilib undirib berdi. Meyvelarni rizq qilib undirib berdi. Maf'ulun li ajlihi dedi. Rizq qilib berish uchun aş meyvelerini undirib berdi. İn kanat lit-tab'id, hamda men misal tab'id uchun deb qalsa, unda maf'ul li ajlihi oldu. Yani bazısı ne demekçi? Çünkü meyvenin olmasa rizq emas. Yani insan yemaydigan yoki yese bo'lmaydigan meyveler bo'lishi mumkin. Demak, mishalda tab'id uchun deb qalsa, bu chaqda rizqan maf'ulun li ajlihi bo'ladi dedi. Rizq qilib berish uchun meyvelerden undirib berdi. Ve mef'ulun bihi li akhraja in kan lil bayan. Bayan uchun bilib qalsa akhrajaninki mef'ulun bihi oldu. Nimani akhrajasa? Rizqni akhraja. Ve innama qila as-samarat dun as-samar ve as-simar. Endi bu samar ya simar demedi dedi. Samarat deb keltirdi dedi jama holatida. Ham bunda tavlan shunda holatdiki bir nimani xuddi jama muannas salimdek bunda keldi dedi. Ve in kana as-samar al-mukhraj bima as-sama kathiran. Yamg'ula unilgan meva shunda jiq to'zi samar devasimi shuni jinsini bayon qilasi bo'ldi. Tamam. Lekin bu yerda mevaning ashu turli jamoatlarni maqsad qildi dedi. Xuddi bu yerda guruh nurg'un mevali bordek. Bundan jamlasak, ana jamu muannas salim bo'lgandek. Nima? ولأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض لالتقائهما في الجمعية. Köp narsa olsa birbiriga tutuşup ketgandan keyin bu birbirining o'rnini ap turdi deydi. Ariyatil tug'ana yeta'awar. O'rin almışıp turdi deydi. Lakum sifatun jariya ala rizq. In urida bihil ayn. Rizqning o'zi maqsad qilgan bo'lsa, rizqninki sifat oldu. Bu qanday rizq degan lakum sizlarga berilgan rizq. Ve in ju'ila isman lil ma'na fa huwa maf'ulun bihi. Ma'naviy bir ism deb qaragan taqdirda, yani mazmuni bu ismga o'xshash, bunda bir rizq degandek bir ismning o'rniga kelgan bir so'z bo'lsa bu maf'ulun bihi bo'ldi. Kana qila rizqan iyyakum mana. Sizlarga ham xos rizq bergandek. Demak mazmuni aniq bo'ldi, shunami? Va arab jihatdan bak murakkablashtirayotgan bo'lsa hozir mazmuni sizlarga rizq qilib chiqarib turdi, shu ismlarni undirib, ham o'xshagandik. Fala taj'alu lillahi andada. Famishada tutashtirib turgan so'z. Atfa. Shuni tarjima qilganda munda qilganda ekan, sizni yaratgan, sizni ilgiriklarni yaratgan, ondan sizga osmondan yomg'ir tushirib berib, shular orqali rizq chiqarib bergan zot bo'lganda ekan, fala taj'alu. Munda bo'lganda ekan, buni shirk qilolmanglar. Shirk qilsang loyiq emas. Huwa mutaalliqun bil amr. فلا تجعلوا الله أندادا يا مجملة ذر نبي متعلق اعبدوا ربكم متعلق عبادة قلنا ده شرك كلتمك حالات تانية فلا تجعلوا له أندادا لأن أصل العبادة وأساسها التوحيد كمان مش يكي جانا اعتقاد قلب يكي جانا الله عبادة تشت عبادة تبو عبادة لو أن كان بما أش عبادتنا ما تأكلات يعني شرك كلتمان يكي جانا ده اعتقاد قلنا شو ده عبادة قلنا ديانا شرك كلتما عبادة ده تأكلات وأن لا يجعل له ند ولا شريك توحيدنا معنىسى يعني عبادتنا معنىسى توحيدته yana nimitda uningga tangtush va shirk qilmaslikda va yajuza yakuna allazi raf'an ala al-ibtida bu mubtada bo'lib yani istinafdagi mubtada bo'lib marfu olti bo'lishi mumkin allazi ja'ala lakum buni xabarichi fala tajalu allazi ja'ala lakum al-arda firashan deb
Bu hammasi bir so'z deb mubtada etsak, munda qilgan zot uningga shirk qilmanglar degani bu xabarda. Hamda fa nima uchun kirib qoldi desa, "Li'annal kalam yatadammanul jaza." Demak, bu yerda bir narsani qilib bunga javob akamiz bo'lmaydiganday shartning jazosini o'z ichiga olgandeklar bo'lib qoldi. Ayyallazi xalaqakum ayyallazi haffakum bi hadhihi al-ayatil azima. Yani sizlarni bunda katta mo'jizalar bilan, ne'matlar bilan va bunda nurona uch-quyruq Alloh taolaning yakigan ekanligiga guvohlik berib turadigan, isbotlaydigan dalillar bilan urib o'tgan zot deydi. Haffakum degan unda qo'rshab urganlikni bo'ldi. Chirmib o'tgan deylar. Bunda zot bo'lgandikan, fala tattaxidulahu shuraka. Yani sizlar bu Allohning bu yakiganligini aniq tunislar, shunda aniq oyatlarni akabadi. Yani shunda bo'lgandikan shirk qilsang bo'lmaydi. Shirk qilmanglar. Va naddu al-mithlu. Nadd degan o'xshash tang tushirgan bu. Va la yuqalu illa lil-mithl mukhalif al-munawi. Nadd degan faqat qarama-qarshi holatda tang turadigan narsaga unda nadd deb ishlatamiz. Munawi degan qarshilik bildiradigan. Va ma'na qawlihim laysa lillahi niddun va la diddun. Yani kişilerinki "Leysellahi niddun la diddun" degan so'zning ma'nosi nafi ma yasuddu masaddahu. Alloh taolaning tang tushining o'rnini turadigan bir narsa yo'q demak. Ziddi bo'g'dek bir narsa yo'q. Tang tush bo'g'dek bir narsa yo'q degan ma'no. Va nafi ma yunafihi. Yani uningga nafi qiladigan bir narsa bo'g'dek nima yo'q degan bu. Va antum ta'lamun. Yani sizlar bilib turib ennaha la taxluqsin. Nimani bilib turibdi? Maf'ulun benim yerda tafsir qilib ko'rsin. Aşu tang tush qilib olgan, siz ibodat qilib Xudoning o'rnida qilib olgan narsalar, hech nimani yaratolmaydiganligini siz bilasizlar. Rizq bermaydiganligini bilasizlar. Allohning xalqi roziq ekanligini bilasizlar. Yoki maf'uli ta'lamun matruk. Ta'lamunning maf'ulini elib tashlab ketgan bo'lishi mumkin. Hum la yashurun, la yubsirun deganni elib tashlatdigo, shunga o'xshash tashlab ketgan bo'lishi mumkin. Ya'ni va antum min ahli ilm, ya'ni siz bilasizlar. Bu nimani bilsangiz nima? Hozir nurg'un narsani bilasizlar sizlar. Siz bilim egisi bo'lgandan, ilm ahli bo'lgandan, siz bilim bo'lgandan bunda qilmanglar degan. Va ja'lul asnami lillahi andadan g'oyatul jahl. Siz bilim egisi tursanglar, bu butlarni Alloh taolaga tang tush qilib deb shirk qilishgan bu chiqqan nadaylik emasmi? Val jumlatu halun min ad-damir va antum ta'lamun degan jumla fala taj'alu degan sizlar degan shu damirdan hal deydi. Sizlar unda qilolmanglar. Halbuki siz buni bilasizlar. Bilib turib demak. Walam mahtajja alayhim bima yuthbitu al-wahdaniyya wa yubtilu al-ishrak. Amri Alloh taolo ularga Alloh taolaning yakigan ekanligini isbotlaydigan dalil keltirishni ama shirk keltirsa bo'lmaydiganligini, shuning naq ekanligini ko'rsatib turadigan dalil keltirdi. Keltirgan ekan, shirak bi xalqihim ahya'a qadirin. Bu dalil nimadan iborat desa, ularni ma'lum qudrat egisi qilib, anda hayot berişlab yaratganligi bilan isbotlagandan keyin yana ularning makon bo'lgan, joy bo'lgan ay zaminni yaratish bilan ularning ustida turustak yoki sayvandek bo'lib turgan osmonni yaratish bilan dalil keltirgandan keyin demakchi. Yani kal qubbatul madruba degan tikilgan chedir degan gap. Qubba degan chedir deydi. Wal khayma bu chedir. Al mutnaba ala hadal qarar. Yani mush shaklda xuddi tikilgan chedir yoki tanab bilan tatib qo'yilgan chedirga o'xshash osmonni mudaqqa deydi. Mutnaba degan tanablik degan bo'ldi. Tanab degan Uyg'urchada. Shu tanab shu. Yani ag'amcha jib degan ma'noda. وما سواه عز وجل من شبه عقد النكاح بين المقلة والمدان. Demek ki Allah Teala nurgun şu ayetini bayan kılıp özünün şu yekki yegane şirksiz ekanligini isbotladı deydi. Osmonni yaratib berdi, undan boshqa yana Allah Azza ve Celle nikah kelishimiga o'xshaydigan manda narsani qilib berdi deydi. Baynal muqlati val madalla ve inzalil ma minha alayha. Muqlat degan zimin. Mazallarga shu sayvan bo'lib turgan bulut. Zimin bilan bulutning o'rtada bir xil alqa juplish nimasiga o'xshaydigan bir ishni paydo qildi Alloh taolo. Osmon bilan zimin ya juplashdi. Qanday juplashdi? Xuddi xotin erning manisi suya tushib, ayolga tushsa bu yerda ziroat ungandek, osmonning suv tamchilsa, ayol bo'lgan zimin avlod o'stirib bergandek deydi.
muqla val madallar yani zimin bilan osmon, yani sayyon bo'lib turgan osmon, bulut buni o'ttirdi bir xil nikohlanishga o'xshash bir narsani tayyorlab berish orqali shu sayondan yani bulutdan osmondan suv tushsa, nashda zimin o'chishdi ve ihraj bihi min batniha. Ana ziminning qo'sqidan, xuddi ayolning qo'sqidan bal chiqqandek, shu farzandga o'xshash, avlodga o'xshash narsa chiqdi. Mevchi va bani odamga rizq bo'lgan, oziqlik bo'lgan narsani o'stirib berdi. Fa hada kulluhu dalilun muwassilun ila tawhid. Demak, mushuning hammasi Alloh taolaning yakka yegona ekanligiga yetkazadigan dalil paketdan iborat. Mubtilun lil ishrak. Shirkni bekor qiladigan. Lianna shay'an min al-makhluqat la yaqdiru ala ijad shay'in. Chunki mahluqotning hech biri Alloh taolo mushqiga ishni qila olmaydi. Hech birini. Atafa ala zalika ma huwa al-hujja. Misha dalil paketni tiklab bo'ldimi? Tiklab bo'lgandan keyin buningga ergashtirib nima dedi? Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligini isbotlaydigan hujjatni bayon qildi. Ve ma yuqarriru i'jaz al-Qur'an. Qur'onning mo'jizligini muayyanlashtirgan paketni bayon qilish uchun. Faqala va in kuntum fi raybin mimma nazzalna. Demak, va tartib bo'yicha bayon qildi. Keyingi oyatningki ilgirgi oyat bilan bo'lgan munosabat. Vallohu a'lam bis-savob.